Assalomu alaykum. Aziz tomoshabinlar va qadrli kanalimiz obunachilari. Bugun siz bilan juda ham muhim va dolzarb mavzu haqida suhbatlashamiz. Ko'pchiligingiz meni taniysiz. Men yillar davomida pensiya tizimi va ijtimoiy ta'minot masalalari bo'yicha ekspert sifatida faoliyat yuritib kelaman. Bugungi mavzu esa ayniqsa qariyalarimiz uchun, mehnat faxriylarimiz uchun g'oyatda katta ahamiyatga ega. Bugundan boshlab pensiya tizimida nafaqalarni hisoblash va to'lash tartibida jiddiy o'zgarishlar kuchga kirdi. Bu o'zgarishlar sizning kundalik hayotingizga bevosita ta'sir qiladi. Shuning uchun diqqat bilan tinglashingizni, har bir tafsilotni e'tiborsiz qoldirmasdan o'rganishingizni so'rayman. Agar siz hali ham kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, aynan hozir obuna tugmasini bosib qo'ying. Chunki bu ma'lumotlar hayotingizda juda muhim rol o'ynashi mumkin. Videoga like bosishni ham unutmang. Bu bizga ushbu dolzarb xabarni ko'proq insonga yetkazishga yordam beradi. 0. Bilimsizlik ba'zan eng katta muammo bo'lib qoladi. Sizni qiziqtirgan savollar tug'ilsa, izohlarda yozib qoldiring. Albatta javob berishga harakat qilamiz. Demak, boshladik. Muammoning mohiyati va nimalar o'zgardi? Avvalo, tushunib olaylik, ilgari pensiya tizimi qanday ishlardi va hozir nima uchun o'zgarishlar kiritildi? O'zbekistonda pensiya tizimi uzoq yillar davomida ma'lum bir asosiy qoidalarga tayanib keldi. Pensiyalar asosan fuqaroning mehnat staji va o'rtacha ish haqi miqdoriga qarab hisoblanardi. Bu tizim o'zining afzalliklari bilan birga yillar o'tish bilan o'zining kamchiliklarini ham namoyon etdi. Masalan, ba'zi bir holatlarda pensiya oluvchilarning bir xil mehnat stajiga ega bo'lsa ham, turli davrlarda olingan ish haqi tufayli pensiyalarda sezilarli farqlar yuzaga kelardi. Bu esa adolatsizlik kabi ko'rinardi. Shuningdek, inflyatsiya ta'sirida pensiya miqdorining qadrsizlanishi, pensiya hisoblashdagi murakkab byurokratik jarayonlar va ba'zi guruhlar uchun ijtimoiy himoyaning yetarli emasligi kabi masalalar doimiy munozara mavzusi bo'lib kelgan. Aynan shu kamchiliklarni bartaraf etish, pensiya ta'minoti tizimini yanada adolatli, shaffof va samarali qilish maqsadida hukumat tomonidan bir qator jiddiy islohotlar amalga oshirilmoqda. Bugundan kuchga kirgan o'zgarishlar ham aynan shu islohotlarning bir qismidir. Kiritilgan yangiliklar bir necha jihatlarni qamrab oladi. Pensiya hisoblash metodikasi, minimal va maksimal pensiya miqdorlari, ayrim toifadagi fuqarolar uchun qo'shimcha imtiyozlar hamda pensiya hujjatlarini rasmiylashtirish jarayonlari. Bularning barchasi pirovardida sizning moddiy ahvolingizga bevosita ta'sir qiladi. Hozir bularning har birini chuqur tahlil qilamiz. Pensiya hisoblash tartibidagi yangiliklar, kimga foyda, kimga zarari bor? Birinchi va eng muhim o'zgarishlardan biri bu pensiyani hisoblashda hisobga olinadigan ish haqi miqdorini aniqlash tartibidagi o'zgarishdir. Ilgari pensiya miqdori fuqaroning oxirgi 10 yillik mehnat faoliyatidagi istalgan ketma-ket 5 yillik ish haqining o'rtacha miqdoriga qarab belgilanar edi. Bu degani, odamlar o'zlari uchun eng yuqori ish haqi olingan 5 yillik davrni tanlash imkoniyatiga ega edilar. Bu bir jihatdan adolatli edi, chunki odam o'zining eng samarali davrini ko'rsatish imkoniga ega bo'lardi. Ammo boshqa bir jihatdan bu ba'zi hollarda turli spekulyatsiyalarga ham yo'l ochardi. Ba'zi korxonalarda pensiyaga chiqish arafasida bo'lgan xodimlar uchun ish haqi sun'iy ravishda oshirilishi kabi holatlar ham kuzatilgan. Bugundan boshlab esa pensiya tayinlash uchun o'rtacha ish haqi fuqaroning butun mehnat faoliyati davomidagi, ya'ni pensiya jamg'armasiga ijtimoiy ajratmalar to'langan istalgan yillardan tanlangan ma'lum bir davr uchun hisoblab chiqiladi. Bu degani endi faqat oxirgi 10 yillik emas, balki sizning butun mehnat daftarchangizdagi, elektron mehnat daftarchangizdagi ma'lumotlar asosida eng yuqori ish haqi olingan davrni tanlash imkoniyati paydo bo'ldi. Bu yangilik kimga foyda keltiradi? Asosan, mehnat faoliyatini erta boshlab, yillar davomida barqaror va yuqori daromad olgan, lekin pensiyaga chiqish arafasida turli sabablarga ko'ra, masalan, sog'lig'i yomonlashgani, korxonasi tugatilgani va hokazo ish haqi kamroq bo'lgan joyda ishlashga majbur bo'lgan fuqarolar uchun bu kategoriyadan bo'ladi. Ular endi o'zlarining eng sermas'ullardagi yuqori ish haqini pensiya hisobiga kiritishlari mumkin. Misol tariqasida Farux akaning vaziyatini ko'rib chiqaylik. Farux aka 1900 yildan 2005 yilgacha yirik zavodda muhandis bo'lib ishlagan. O'sha yillarda uning ish haqi doimiy ravishda yuqori bo'lgan. 2005 yildan keyin esa oilaviy sharoit tufayli kichikroq korxonaga ishga o'tgan va pensiyaga chiqishidan oldin
ish haqi avvalgisiga nisbatan sezilarli darajada kamroq bo'lgan ilgari. Farruq aka pensiya tayinlashda faqat oxirgi 10 yillikdan, ya'ni 2013 yildan 2023 yilgacha bo'lgan davrdagi eng yuqori ish haqini tanlashi mumkin edi. Bu esa uning pensiyasini kamayishiga olib kelardi. Chunki 2005-2012 yillardagi yuqori ish haqi hisobga olinmas edi. Endi esa yangi qonun asosida Farruq aka 1940-2005 yillar orasidagi eng yuqori ish haqi olgan 5 yillik davrni tanlashi mumkin. Faraz qilaylik, 1995-2000 yillarda uning o'rtacha oylik ish haqi hozirgi hisob-kitob bo'yicha 2000 so'mga teng bo'lgan. Agar u shu davrni tanlasa, pensiyasi sezilarli darajada oshadi. Agar ilgari uning pensiyasi masalan 500 ming so'm bo'lsa, endi bu miqdor 500 ming so'mga yoki undan ham ko'proqqa yetishi mumkin. Bu degani Farruq aka har oyda qo'shimcha 1 million so'mdan ortiq pul oladi. Bu esa uning hayot sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi. Ushbu farq uning uchun yangi dori-darmonlarni sotib olish, nevaralariga sovg'a olish yoki oddiygina oziq-ovqat xaridlarida katta yordam bo'ladi. Endi esa kimlarga bu o'zgarish unchalik foyda keltirmasligi mumkinligiga to'xtaladigan bo'lsak. Agar sizning mehnat faoliyatingiz davomida ish haqingiz doimiy ravishda o'sib borgan bo'lsa yoki pensiyaga chiqish arafasida eng yuqori ish haqi olgan bo'lsangiz, bu o'zgarish sizning pensiya miqdoringizga katta ta'sir ko'rsatmasligi mumkin. Chunki siz baribir eng so'nggi va eng yuqori ish haqingizni hisobga olgan holda pensiya olgan bo'lasiz. Lekin bu sizga zarar keltirmaydi. Shunchaki yangi imkoniyatdan foydalanishga ehtiyoj bo'lmaydi. Ikkinchi muhim o'zgarish bu pensiya ta'minoti qonunchiligida belgilangan minimal pensiya miqdorlarining qayta ko'rib chiqilishi. Bilamizki, har bir fuqaro hatto minimal mehnat stajiga ega bo'lsa ham qonun bilan belgilangan minimal pensiya miqdoridan kam pensiya ola olmaydi. Bu esa ijtimoiy himoyaning asosiy kafolatlaridan biridir. Bugundan boshlab minimal pensiya miqdorlari sezilarli darajada oshirildi. Bu ayniqsa kam ta'minlangan uzoq yillar davomida past maosh evaziga ishlagan yoki faqat minimal stajga ega bo'lgan fuqarolar uchun juda muhimdir. Misol uchun Maftuna opaning holatini olaylik. Maftuna opa hayoti davomida deyarli har doim past ish haqi bilan ishlagan va pensiyaga chiqqanida minimal pensiya olardi. Uning miqdori hozirgi hisob-kitob bo'yicha 1000 so'm atrofida edi. Bu pul bilan ro'zg'or tebratish, oylik to'lovlarni amalga oshirish va dori-darmon sotib olish juda qiyin edi. Endi esa yangi qoidalar asosida minimal pensiya miqdori deylik 1 ming so'mga oshirildi. Bu Maftuna opaga har oyda qo'shimcha 2 ming so'm demakdir. Bu miqdor ba'zilar uchun kichik tuyulishi mumkin. Ammo Maftuna opa kabi odamlar uchun bu nafaqat qo'shimcha pul, balki hayot sifatini yaxshilash, oziq-ovqat savatiga 1-2 mahsulot ko'proq qo'shish yoki sog'lig'iga ko'proq e'tibor berish imkoniyatidir. Bu shunchaki raqam emas, balki qadrdon kishilarimizga bo'lgan g'amxo'rlikning amaliy ifodasidir. Uchinchi yangilik bu qo'shimcha ustamalar va imtiyozlarga oid. Ba'zi toifadagi fuqarolar uchun, masalan, yolg'iz qariyalar, nogironligi bor shaxslar, o'quvchisini yo'qotgan oilalarga, shuningdek, uzoq muddatli mehnat stajiga ega bo'lganlariga pensiyaga qo'shimcha ustamalar berilish tartibi yanada soddalashtirildi va ularning miqdorlari qayta ko'rib chiqildi. Ilgari bu kabi ustamalarni olish uchun ko'plab hujjatlar talab etilardi. Jarayon murakkab edi. Endi esa hujjatlar yig'ish jarayoni soddalashtirilgan. Ba'zi ma'lumotlar avtomatik ravishda pensiya jamg'armasi tomonidan tegishli idoralar bilan elektron aloqa orqali olinadi. Javohir akamizni misol qilib olaylik. U kishi bir umr o'qituvchilik qilib, 20 yildan ortiq mehnat stajiga ega. Ilgari u kishi faqat umumiy tartibda hisoblangan pensiya olgan. Yangi qonunchilikka ko'ra uzoq muddatli, ya'ni belgilanganidan ko'proq stajga ega bo'lgan fuqarolar uchun har bir ortiqcha yil uchun pensiya miqdoriga ma'lum foizlarda qo'shimcha ustama belgilanadi. Agar Javohir akaning pensiyasi 30 ming so'm bo'lgan bo'lsa va yangi ustama unga har bir ortiqcha yil uchun iddan hisoblansa, uning 25 yildan ortiq staji uchun 25 pudagi qo'shimcha ustama berilishi mumkin. Misol uchun, aniq foizlar qonunda belgilanadi. Bu esa uning pensiyasiga 7 ming so'm qo'shilishini anglatadi. Ya'ni jami 37 ming so'm. Bu nafaqat uning moliyaviy ahvolini yaxshilaydi, balki uning jamiyatga qo'shgan ulkan hissasining e'tirofi hamdir. Cheklovlar, yashirin jihatlar va noaniq nuanslar har qanday yangilikda bo'lgani kabi
pensiya tizimidagi bu o'zgarishlar ham o'zining ba'zi bir cheklovlari, e'tibor berish kerak bo'lgan noaniq nuanslari va ba'zi yashirin joylariga ega. Bularni bilish sizni kutilmagan vaziyatlardan himoya qiladi. Birinchi e'tiborga olish kerak bo'lgan jihat bu ish haqi davrini tanlash masalasidir. Yuqorida aytib o'tganimdek, endi siz butun mehnat faoliyatingizdagi istalgan 5 yillik davrdagi ish haqini tanlashingiz mumkin. Biroq bu har doim ham o'zingiz xohlagan davrni tanlay olishingizni anglatmaydi. Pensiya jamg'armasi uchun ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar, rasmiy hujjatlar, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, arxiv ma'lumotlari, bankdan ko'chirmalar va hokazo bilan tasdiqlanishi kerak. Ba'zi eski korxonalar tarqatib yuborilgan bo'lsa yoki ularning arxivlari saqlanmagan bo'lsa, sizning o'sha davrdagi ish haqingizni tasdiqlashda qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Bu degani, sizda yuqori ish haqi bo'lgan davr haqida og'zaki ma'lumot bo'lishi mumkin, lekin uni rasman tasdiqlashning imkoni bo'lmasa, u hisobga olinmaydi. Misol tariqasida Gulnora opaning vaziyatini olaylik. U kishi 1990-yillarda xususiy korxonada yuqori ish haqi bilan ishlagan. Ammo o'sha korxona 2000 yillarning boshida tugatilgan va uning arxivlari yo'qolib ketgan. Gulnora opa hozir pensiyaga chiqyapti va 1990-yillardagi ish haqini hisoblatmoqchi. Biroq pensiya jamg'armasi uning ish haqini tasdiqlovchi rasmiy hujjatlarni talab qiladi. Gulnora opa ularni taqdim eta olmagani uchun o'sha davrdagi yuqori ish haqi hisobga olinmaydi va u boshqa mavjud hujjatlar asosida pensiya olishga majbur bo'ladi. Shuning uchun agar sizda shunga o'xshash holatlar bo'lsa, oldindan o'sha davrdagi ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalarni, bankdan olingan ko'chirmalarni yoki boshqa rasmiy hujjatlarni qidirib topishga harakat qiling. Bu juda muhimdir. Ikkinchi noaniq nuanja bu muddat. Yangi qoidalar bugundan kuchga kirgan bo'lsa-da, barcha pensiyalar avtomatik ravishda qayta hisoblanmaydi. Ko'pgina hollarda yangi qoidalarga muvofiq pensiyani qayta hisoblatish uchun fuqarolar pensiya jamg'armasiga murojaat qilishlari talab etiladi. Ayniqsa, yuqorida aytib o'tilgan ish haqi davrini tanlash imkoniyatidan foydalanishni istaganlar uchun bu ayniqsa muhim. Agar siz murojaat qilmasangiz, sizning pensiyangiz avvalgi qoidalar asosida to'lanishda davom etishi mumkin. Bu esa sizning pul yo'qotishingizga olib keladi. Uchinchi jihat bu ba'zi guruhlarga taalluqli bo'lgan o'zgarishlar. Masalan, harbiy xizmatchilarning pensiyalari, ichki ishlar organlari xodimlarining pensiyalari yoki boshqa alohida toifadagi fuqarolarning pensiyalari uchun alohida qonun hujjatlari mavjud. Ushbu yangiliklar ularga bevosita ta'sir qilmasligi mumkin. Chunki ularning pensiya ta'minoti alohida mexanizmlar asosida tashkil etilgan. Shuning uchun agar siz bunday toifaga mansub bo'lsangiz, o'zingizning sohaga oid qonunchilikdagi o'zgarishlarni ham alohida o'rganishingiz tavsiya etiladi. Umumiy pensiya qonunchiligidagi o'zgarishlar sizning pensiya miqdoringizga bevosita ta'sir qilmasligi ehtimoli bor. To'rtinchi muhim nuans bu inflyatsiyaning doimiy ta'siri. Pensiya miqdorlari vaqti bilan inflyatsiya darajasiga mos ravishda indeksatsiya qilinadi. Bu asosan aholining xarid qobiliyatini saqlashga qaratilgan chora. Biroq hozirgi o'zgarishlar inflyatsiya oqibatlarini to'liq qoplashga kafolatlanmaydi. Ya'ni pensiyangiz bugun oshirilgan bo'lsa-da, bir necha oydan keyin narxlar yana o'sishi bilan uning xarid qobiliyati kamayishi mumkin. Shuning uchun hukumat inflyatsiyaga qarshi kurash choralarini ham kuchaytirishi, shuningdek pensiyalarni muntazam ravishda qayta ko'rib chiqib borishi lozim. Bu haqida doimiy monitoring olib borish va kerak bo'lsa, qayta murojaat qilish imkoniyatlarini o'rganish muhimdir. 5-holat esa fuqarolarning ayrim toifalarda nogironlik pensiyasi masalasiga ham alohida e'tibor qaratish kerak. Nogironlik pensiyalarini tayinlash tartibi ham qayta ko'rib chiqilgan bo'lishi mumkin. Ilgari nogironlikni aniqlash va unga muvofiq pensiya tayinlash jarayonida ba'zi qiyinchiliklar va noaniqliklar mavjud edi. Endi esa tibbiy mehnat ekspert komissiyalarining ishi yanada shaffoflashtirilib, xulosa berish jarayoni soddalashtirildi. Bu esa nogironligi bor shaxslar uchun pensiyani tezroq va adolatliroq olish imkoniyatini yaratadi. Masalan, avvallari komissiya xulosasini kutish uchun uzoq vaqt ketgan bo'lsa, hozir bu muddatlar qisqartirilgan. Bunga qo'shimcha ravishda nogironlik pensiyasiga qo'shimcha to'lovlar ham ko'rib chiqilgan bo'lishi mumkin. Bu nogironligi bor shaxslarning moddiy ta'minotini yanada yaxshilaydi. Praktik tavsiyalar: nima qilish kerak va qayerga murojaat qilish kerak? Endi esa eng muhim qismga keldik. Siz aziz tomoshabinlar.
Bu o'zgarishlar sizga qanday ta'sir qilishini aniqlash va o'z huquqlaringizdan to'liq foydalanish uchun qanday amaliy qadamlar qo'yishingiz kerak. Buni batafsil tushuntiraman. Birinchi qadam, ma'lumotlarni tekshirish. Eng avvalo, siz o'zingizning pensiya jamg'armasidagi shaxsiy hisobvarag'ingiz holatini tekshirishingiz kerak. Bu hozirda elektron pensiya daftarchasi orqali amalga oshirilmoqda. Siz buni Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MyToGov orqali elektron shaklda amalga oshirishingiz mumkin. Bu yerda siz o'zingizning mehnat stajingiz, pensiya jamg'armasiga o'tkazilgan ijtimoiy ajratmalar miqdori va ilgari hisobga olingan ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin. Agar sizda MyBotGov o'zidan foydalanishda qiyinchilik tug'ilsa, qo'llab-quvvatlash markazlariga yoki mahalla faollariga murojaat qilishingiz mumkin. Ikkinchi qadam, pensiya miqdorini qayta hisoblatish uchun murojaat. Agar siz yuqorida aytib o'tilgan ish haqi davrini tanlash imkoniyatidan foydalanishni istasangiz, ya'ni butun mehnat faoliyatingizdagi eng yuqori ish haqi olingan 5 yillik davrni ko'rsatib, pensiyangizni qayta hisoblatishni xohlasangiz, siz pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga murojaat qilishingiz shart. Bu degani sizni hech kim avtomatik ravishda qayta hisoblab qo'ymaydi. Sizga kerak bo'ladigan hujjatlar ro'yxati IN, pasport yoki shaxsni tasdiqlovchi boshqa hujjat, 2 mehnat daftarchasi asli va nusxasi, 3 pensiya guvohnomasi, 4 o'zingiz tanlagan 5 yillik davrdagi ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma agar mavjud bo'lsa. Bu ma'lumotnoma siz ishlagan korxona yoki tashkilotdan olinadi. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, uning vorisi yoki arxiv idoralaridan so'rab olishingiz lozim. Agar ma'lumotlar elektron bazada mavjud bo'lsa, sizdan uni talab qilishmaydi. 5. Qayta hisoblash to'g'risida ariza pensiya jamg'armasi bo'limida shakli mavjud. Murojaat qilish tartibi hududiy pensiya jamg'armasi bo'limiga shaxsan borishingiz kerak. U yerda mutaxassislar sizga to'g'ri ariza yozishda yordam beradi va hujjatlaringizni qabul qilib oladi. Ariza berganingizdan so'ng sizga arizaning qabul qilinganligi to'g'risida tilxat beriladi. Qayta hisoblash jarayoni ma'lum vaqt olishi mumkin. Shuning uchun sabrli bo'ling. Agar bir oy ichida hech qanday javob olmasangiz, yana murojaat qilish yoki yuqori instansiyalarga shikoyat qilish huquqingiz bor. 3-qadam. Minimal pensiya oluvchilar uchun. Agar siz hozirda minimal pensiya oluvchilar qatorida bo'lsangiz, sizning pensiyangiz avtomatik ravishda yangi belgilangan minimal miqdorga oshirilishi kerak. Bunda sizdan hech qanday harakat talab etilmaydi. Lekin baribir keyingi oyda pensiya varaqchangizni yoki bank kartangizga tushgan pul miqdorini tekshirib ko'ring. Agar kutilgan o'zgarishlarni ko'rmasangiz, hududiy pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Ulardan sizning pensiyangiz qonun bilan belgilangan minimal miqdorga yetkazilganligini so'rang. 4-qadam, qo'shimcha ustamalar va imtiyozlar. Agar siz yolg'iz qariya, nogironligi bor shaxs, boquvchisini yo'qotgan oila a'zosi yoki uzoq muddatli mehnat stajiga ega bo'lsangiz, pensiyangizga qo'shimcha ustamalar mavjudligi haqida pensiya jamg'armasidan aniq ma'lumot olishingiz lozim. Ba'zi hollarda bu ustamalar avtomatik ravishda tayinlanishi mumkin. Ammo ba'zi hollarda sizdan murojaat va qo'shimcha hujjatlar talab etilishi mumkin. Masalan, nogironlikni tasdiqlovchi hujjat yoki yolg'izlik holatini tasdiqlovchi mahalla ma'lumotnomasi. Eng yaxshisi hududiy pensiya jamg'armasiga borib, shaxsiy holatingiz bo'yicha aniq konsultatsiya olish. 5-qadam. Onlayn resurslar va ishonch telefonlari. Agar sizda savollar tug'ilsa yoki qandaydir muammolarga duch kelsangiz, quyidagi resurslardan foydalanishingiz mumkin. Pensiya jamg'armasining rasmiy veb-sayti. Bu yerda ko'plab savollarga javob topishingiz mumkin. 2 Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MyPotGov ko'plab xizmatlarni onlayn tarzda olish imkoniyati. Pensiya jamg'armasining ishonch telefoni. Bu orqali siz konsultatsiya olishingiz va shikoyatlaringizni bildirishingiz mumkin. Raqamlar videoning ostidagi tavsif qismida qoldiraman. 4. Mahalla fuqarolar yig'inlari. Pensiya masalalari bo'yicha sizga ma'lumot berishlari va kerakli idoralarga yo'naltirishlari mumkin. Hech qachon o'zingizning huquqlaringizni bilmasdan qolib ketmang. Har bir fuqaro, ayniqsa pensiya yoshidagi fuqarolarimiz davlat tomonidan kafolatlangan ijtimoiy himoya huquqiga ega. Agar sizga biron-bir joyda rad javobini berishsa, sababini so'rang va yozma ravishda asosli javob talab qiling. Kerak bo'lsa, yuqori instansiyalarga murojaat qilishdan tortinmang. Xulosa va yakuniy chaqiriq, aziz do'stlar, bugun biz pensiya tizimidagi juda muhim o'zgarishlarni batafsil muhokama qildik.
Esingizda tuting. Bu o'zgarishlar sizning moddiy ahvolingizni yaxshilashga qaratilgan. Ammo sizning faolligingiz, o'z huquqlaringizni bilishingiz va ulardan foydalanishga harakat qilishingiz juda muhimdir. Agar siz bu imkoniyatlardan foydalanmasangiz, shunchaki o'zingizga tegishli bo'lgan qo'shimcha mablag'lardan mahrum bo'lib qolishingiz mumkin. Unutmang, jamiyatda eng qadrli toifalarimizdan biri bu keksa avlod vakillari. Sizlar o'z hayotingiz bilan, mehnatingiz bilan bugungi kunimizni qurgan insonlarsiz. Davlatning burchi esa sizning tinch va farovon hayotingizni ta'minlashdir. Bu o'zgarishlar ham aynan shu yo'nalishdagi navbatdagi qadamdir. Umid qilamanki, bugungi videomiz siz uchun foydali bo'ldi va ko'plab savollaringizga javob berdi. Agar sizda yana savollar tug'ilgan bo'lsa, marhamat izohlarda yozib qoldiring. Men va jamoamiz albatta ularni o'rganib chiqib, javob berishga harakat qilamiz. Videoni yakunlashdan avval yana bir bor eslatib o'taman. Kanalimizga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu ma'lumotlarni o'zingizning oila a'zolaringiz, do'stlaringiz va tanishlaringiz bilan ijtimoiy tarmoqlarda bo'lishing. Zero, bu ma'lumotlar kimningdir hayotini yaxshi tomonga o'zgartirishi mumkin. O'zingizni ehtiyot qiling, salomat bo'ling va keyingi uchrashuvgacha